turmush haqida gaplashsak ozgina shu yerda. Mana yoshlar ko'radi, bizni kuzatadi boshqa. Qandaydir mana shu genga qarab odamni tanlasa bo'ladimi? Izначально что bolangizni shu aqlli bo'lishini yoki qanaqadir bo'lishini ta'minlash uchun qanaqadir bu nima deydi? Sorting deydimi, seleksiya deydimi? Iloji bor bu narsani oldindan bilishi. Сопоставимость. Da, to есть hozir kimdir uylanmoqchi. Kimdir mana misol uchun men aytmay qo'yaman. Bolam bo'yi pakana bo'lishdan yomon qo'rqaman-da. Bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Va yo'q, masala nimada? Ota-onangiz kelgan 1.70 dan balandmi sizni? Men ota-onamdan ham balandman, dadamdan hammadan balandman. O'zi ota-onangizdan past emas-da o'zi. Endi baland emas. No, masala nimada? 1.70 dan baland lekin kelib ekan. Da, u to'g'ri. Onani balandligi muhim o'ynaydi, bolani bo'yida o'zi asli. O'shan qo'rqaman-da bolalar. O'shan qo'rqaman. Men taniyman-da uzr. Masala nimada? O'shanga qarab tanlash kerak. Misol uchun mana kimdir uylanmoqchi. Okey, tam uylanmoqchi-da. Aqlli qizni ol. Qanday shu buni o'zi roli bormi yoki shart emas, просто ko'ngilga qarash kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Ha, endi sevib qolsangiz hech narsa ko'zga ko'rinmaydi-ku. Xo'p, endi qarang. Avvalo bu darajada IQ-sini o'lchab va deylik DNK test olib ana tanglikdan darajada shart emas deb o'ylayman. Ikkita narsaga qarasa yetarli. Bittasi o'tmishdagi yutuqlar. Chunki baribir inson yashab kelar ekan, o'tmishda qilgan ishiga o'xshash bo'lgan ishlarni kelajakda ham qiladi baribir. Kitob o'qib yurgan odam katta ehtimol bilan 40 yoshga borib tashlab qo'ymasa kerak. Yoki mehnat qilib yurgan odam tashlab qo'yish ehtimoli kam bo'ladi. Tashlab qo'ygan taqdirda ham mehnat qilmayotgan odammi shu mehnat qilib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi desangiz bo'lmaydi, misol uchun qiyinroqda. Bu birinchisi. Ya'ni o'tmishdagi ishlarga qarash kerak. Shu qiz yoki shu yigit o'tmishda nima qilgan? Nimani qoyillatgan, misol uchun. Xarakteri tomondan yoki o'sha aqliy tomondan. Ikkinchisi, o'zi biz shunaqamizki, bizga genetik mos bo'lgan odamlar, bizda genetik yetishmayotgan bo'lgan narsa bizga o'zi yoqadi. Tabiiy yoqadi. Ya'ni o'sha kerak bo'lgan narsani yoqam. Ya'ni kompensatsiya bo'ladi. Genetik irsiy o'zi kompensatsiya bo'lib ketadi. Misol uchun Koreyada anonsi yalpi ishlash mahsuloti oshgandan keyin, BPS oshgandan keyin o'rta bo'y taxminan mana bir 50 yilda 10 santimetrga o'sdi-da ular. Qara, genetika chegarani belgilayveradi. Genetika chegarani belgilaydi. Chegaraning ichida nima qilishing senga bog'liq. Chegara yo'qolib qolmaydi-da. Chegara misol uchun mana То есть ты 2 метра не станешь, ты можешь чуть-чуть выше быть, чем. Lekin mana Yaponiya pastda baba. Yapordingizku mana Yaponiya. O'rtacha past, yomon kichkina. Men bori xuddali Valyevga o'xshab yuraman. Pasamda o'zi. Uchitda tursam ham. Ne. Shunaqa, ya'ni genetikani yo'qota olmaysiz. Qo'shasiz, +10 o'g'il bolalarning maksimumi, -10 qizlarning maksimumi bo'ladi. Sizni holatingizda o'zi menimcha исключение bo'lsa kerak. Siz bunaqa bo'yingiz balandlik. Yo'q, mana qo'shing, ota-onangiz bo'yini qo'shing, 1.70 mi kelovi? Chiqmaydi-da, men chiqmayman-da. 1.70 ga qo'shganingiz bilan 2 ga bo'lasiz-da. Ha, 2 ga bo'lib 10 ni qo'shasiz. Baribir chiqmaydi, unda mendagi bo'lishlari kerak edi bo'ylar. Siz 1.85 mi, 1.8 mi? Adingiz nechilar? 180 bo'ladingiz? 180 dan sal kamroq. 1.78. 1.78, 1.88 rovna, maksimumingizda siz. Mana 1.78 ga oyingizni qo'shing, 1.70. Biz genetika o'qiganmiz bir yil. Kayfiyatni yomon yapsiz. Ikkinchi joyi bor. Uni siz maksimumingizga yetdingiz. Yo'q, men maksimumdan baland ekanman unaqada. Bunaqa formula bo'lsa 1.70 mana bunaqa chiqyapti. +10 bo'lsa, +10 1.80 bor. 4 santimetr o'tib ketib qolman hozir. 4-5. Ular keyin o'zini maksimumidami? Tam ani pitaniyada anaqa bo'lmaganmi? Unisi ham bor. Ayolingiz hozirgi bo'yi o'tmaydi. Genetik maksimalniy potensial o'tadi. Nega past? Ota-onasi past bo'lgani uchun pastmi yoki anaqami? Pitaniyada muammo bo'lganmi, kasal bo'lganmi? Mana shunaqa joylari ham bor. Ya'ni ko'r odammi? Bolasi qachon ko'r tug'iladi? Tug'ma ko'r bo'lsa. Ha, bo'ldi. To'g'ri. Keyin ko'r bo'lib qolgan bo'lish kerak emas u. Genetik maksimum. Men mana shuni o'ylamayman, to'g'ri. To есть o'sha chegara o'tadi. Chegara o'tadi. Faqat chegara borganingiz emas, chegara o'tadi. Ha, siz qayergacha borganingiz o'tmaydi, chunki qayergacha borganingiz u fenotip. Ya'ni siz o'sha qanchalik foydalanganingiz o'tadi chegarangiz. Demak, sizni otangizda, onangizda o'zi aslini chegarasiga yetib bormagan ikkalovlikdan bittasi. Demak, qaysi biridir aka-ukalari baland, ular past bo'lib qolgan. Umid qilamanki, mana yetib bormaganman. Dalish uchun.